Mana nimasini qo'ydinglar? Bu simni qo'yishimiz sababi mana kolonna quyganimizda mana g'ish ushab qoladi. Ko'pchilik mana da armaturada teshib sim o'tkazadi. U yaxshi ushamaydi. Beton quyganingizda nagruzkada ozgina 2 sen surilib ketishi mumkin. Mana bunda sim tortilmaydi. Pishig'ish bu. O'shanga pishig'ish qo'yib yubordi. Sabab shu. 4 ta sim tashalsa 4 ta pishig'ish ketadi-da bunga. Shu. Qani bir totib ko'raylik-chi. Mana shu sim. Hali ustiga g'isham urilmagan, tottinchi bir qattiqroq. Ana. Holata qimirlamaydi. Agar kattaroq joy bo'lsa, ikkitadan qo'yib yuborasizlar. Holatiga qarab. Burchaga mana qilib ikki tomondan qo'yib yuborasizlar. Bu sim bag'i ushadi, mana yonni. Bu sim bu tomondan ushadi. Apalka qo'tirgan. Ko'pchilik qanaqa qo'tirasizlar deydi. Ko'p ustalar biladi, bilmaganlar uchun tushuncha bu ham o'rganib oladi.